Shvetsiyada turibli-yu, bugun yana bitta kichkina yaxshilik qilishga qaror qildi. Turib turganman bu odamlar, mana shu yerda shu yaqin atrofda yashaydi. Mana shu uylarda, mana shu tanish bilish qo'shnilarning uylarini tozalab yurib, kun kechiradi o'shani evaziga. Eng yomoni yolg'iz. Har doim ko'charda mana shu skameyka bor, ana o'shda o'tiradi, kechki vaqtdan soatlab o'tirib qolib ketadi, qishki kunlari ham hattoki. Shu odamga bugun tekinga pitsa bermoqchiman. Very good. Salad. Pizza salad with bacon. Very good. Tackar. Someone called it. Tack. O'tgan safar mana shunaqa video qo'yganimda ko'pchilik yozdi, o'ng qo'l bergan chap qo'l bilishi kerak emas, ko'rsatilmaydi, yaxshilik unaqa sir tutiladi, bir narsa. Men o'shanaqa maqtanchoqman. Va mana shunaqa maqtanchoq. Zora shu maqtanchoqligim tufayli boshqalarga namuna bo'lsin. Mana shu chetda yurganlar, qadrdonlar, yurtdoshlar, biz yaxshi bo'lsa, bular hech qachon bizni yomon ko'rmaydi. Yevropada yurganlar iloji boricha mana shunaqa o'zbeklarni nomini o'zbeklar desa, shunaqa ko'ngli ochiq bir xalq odamlar deb shunaqa ko'z oldida tasvirlanishimiz kerak. Avvalambor insondan yaxshilik qoladi. Yomonlik hech qachon o'chmaydi. Mana bitta faqatgina biz yaxshilik o'rnatishimiz kerak.